Bugun sizlar bilan mevalarni o'rganamiz. Nima meva ekan bu? To'g'ri, bu malina. Malina shirin va juda foydali. Kel bo'g'inlab o'qiymiz. Malina, malina. Bunisi-chi, qaysi meva? Ha, bu qulupnay. Qulupnay ham shirin va mazali. Kel buni ham bo'g'inlab o'qiymiz. Qulupnay, qulupnay. Barakalla. Qani, qaysi meva ekan bu? Ha, bu maymunjon. Shirinligidan tashqari foydali meva. Bo'g'inlab qanday aytamiz? Maymunjon, maymunjon. Voy, qaysi meva ekan bu? Ha, to'g'ri, bu chernika. Ayiqlar chernika yeyishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Endi bo'g'inlab aytamiz. Chernika, chernika. Bu qanday meva ekan? To'g'ri topding, bu ananas. Ananas bu tropik meva. Kel bo'g'inlab aytamiz. Ananas, ananas. Barakalla. Qani, buni endi topchi. To'g'ri, olma. Olma juda foydali meva qatoriga kiradi. Kel bo'g'inlab aytamiz. Olma, olma. O, bu qaysi meva? Ha, bu banan. To'g'ri topding. Banan juda ham foydali. Kel bo'g'inlab aytib ko'ramiz. Banan, banan. Bu qaysi meva? Topchi qani? To'g'ri, bu apelsin. Apelsin immun tizimini mustahkamlashda yordam beradi. Kel bo'g'inlab aytamiz. Apelsin, apelsin. Oy, bu qaysi meva ekan? Ha, bu kivi. Kivi qon bosimini juda yaxshi. Kel bo'g'inlab aytamiz. Kivi, kivi. Barakalla. Bu qaysi ekan? Topingchi. Ha, bu nok. Topdingiz. Kel bo'g'inlab aytib ko'ramiz. Nok. Bitta bo'g'inda aytiladigan meva nomi. Nok. Qani, buni xirchi. Bu uzum. Uzum juda foydali mevalar qatoriga kiradi. Kel bo'g'inlab aytamiz. Uzum, uzum. Qani, bu mevani ham topib ko'rchi. To'g'ri, bu mango. Mango ham juda shirin va mazali meva. Kel bo'g'inlab aytamiz. Mango, mango. Buni ham topib ko'rchi. To'g'ri topding. Bu shaftoli.
Shaftoli ham juda meva qatoriga kiradi. Kel, bo'g'inlab aytib ko'ramiz. Shaftoli. Barakalla, mana bugun mevalarni qurishi va nomlarini birga o'rganib oldik.